İmamğa sual. Assalamu alaykum. Ag'inam bilan muzokiralashib qolgandik. U non ursin deb har qachon qasam ichidi. Men mundaq deyish to'g'ri emas desam, u Alloh bilan qasam qilishga bo'lmaydi deb e'tiroz bildirdi. Qaysimizning so'zi durust? Javob berishinglarni umid qilaman. Va alaykum assalam. Ba'zi joylarda biror ishni isbotlash yoki inkor qilish uchun qasam qilishga to'g'ri keladi. Qasam qilmoqchi bo'lgan odam faqat Alloh taoloning nomi bilan qasam qilish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir hadisda kim qasam qilmoqchi bo'lsa, Allohning ismi bilan qasam qilsin, bo'lmasa jim tursin deb buyurdi. Chunki qasam eng ulug' va eng katta bir zotning nomini atash bilan qilinadi. Qasamning ma'nosi, agar men yolg'onchi bo'lsam, qasamda nomi atalgan bu zot meni jazolasin deganlikdir. Musulmonlar uchun eng ulug' zot Alloh taolodir. Alloh taolodan boshqasining ismini atab qasam qilguvchi shu zotlarni Alloh taologa xos bo'lgan ulug'lik va kattalikda shirk qilgan bo'ladi. Shuning uchun ota-onasi bilan, avlodlari bilan yoki har qanday bir maxluqotning nomini atab qasam qilish bo'lmaydi. Shundaqla o'zining so'zini isbotlash niyati bilan non ursin deyish to'g'ri emas.